O'zbekistonda hozir yuzlab IT kurslar bor. Ularning hammasi sizga bitta narsani va'da qiladi. Mana shu kursni tugating va dasturchi bo'ling. Bu hammasi yolg'on. Nega? Chunki men o'zim kursni tugatganman va kod yoza olmaganman. Men front-end developerman va har oy kurs tugatgan, pul to'lagan, lekin hali ham ish topolmayotgan insonlarni ko'raman. Muammo ularda emas. Muammo kurs biznesida sizga aytilmaydigan 3 ta sirda. Bugun bu videoda men shu 3 ta sir haqida aytaman. Uchinchisi eng og'riqlisi. Birinchisi, kursning maqsadi sizni dasturchi qilishda emas. Kursning maqsadi sizni iloji boricha uzoqroq ushlab turishda. Masalan, o'tgan videoda men aytganman SMMga borganligim haqida. Va men 2 ta 3 ta dars borganman SMMga va bilganman, men bu narsalarni bilaman va keyingi modulga o'tish so'raganman. Keyingi modulda dizayn haqida edi, undan ham keyingi modulga o'tish so'raganman, ya'ni 3-modulga. Ular meni ushlab qolishgan, ya'ni o'tkazishmagan keyingi modulga. Men imtihon topshirishni ham so'raganman. Mendan bilimlarimni tekshirishni ham so'raganman, lekin menga rad javobi kelgan. Nega? Chunki o'quvchi agar tez bitirsa, kurslarni biznesga bu zarar keltiradi. Agar tez o'sadigan bo'lsangiz, bitta siz emas, hamma kursdagi bolalar tez o'sadigan bo'lsa, tez bitirishsa kurslarni, bu biznesga zarar. Demak, sekin o'sishingiz bularni foydasiga o'ynaydi. Bu degani hamma kurslar yomon degani emas, lekin siz kurslarning motivatsiyasini tushunishingiz kerak. Ikkinchi sir, sertifikat sizni bilimingizni aniqlashtirmaydi. Shu joyda men sizlarga 2 ta misol beraman. Birinchisi bu IELTS topshirayotganimda, ya'ni sertifikat olganimda. IELTS topshirish vaqtida hali juda ham yosh edim. 16-17 yosh edim va juda ham katta stress bo'lgan menga. Ya'ni topshiradigan vaqtim, shuncha o'qiganman, uydagilar katta pul to'lagan imtihon topshirishimga va nima qilishni bilmay stressda yurgan vaqtlarim akam aytganlar, IELTS sertifikati seni bilimingni aniqlashtirmaydi deb. Rostdan aytganlar. Chunki mendan yomonroq biladigan bolalar mendan baland olib chiqqan, mendan yaxshiroq biladigan bolalar mendan past olib chiqqan. Va o'shanda akam gaplarini rostdan ham anglab aytganman. Demak, sertifikat meni bilimimni baholamaydi. Ikkinchi misol, yana Scrimbaga qaytaman. Scrimbadan men kursni bitirib, sertifikat olganimda, uni LinkedInga qo'yganimda, odamlardan like'lar yig'ganimda ham hali ham kod yoza olmasdim. Aytganimdek, birinchi veb-saytim xunuk chiqqan. Ikkinchisi sal yaxshiroq chiqqan. 10-si menga ish topib bergan. Nega unaqasi edi? Chunki kurslar vaqtida siz ko'pincha kuzatasiz. O'qituvchi tushuntiradi, siz tushundim deb o'ylaysiz, qaraysiz, keyin uyga kelasiz, nima bo'layotganini tushunasizda, keyingi qadam nima bo'lishini bilmaysiz. Chunki siz bu qadamlardan hali o'tmagan bo'lasiz va ekran oldida shunday o'tirasizda, hech narsani tushunmaysiz. Tushunish va qila olish 2 xil narsa. Kuzatish, ya'ni kursdan kuzatish sizga birinchisini beradi. O'sha qila olishingiz sizga ikkinchisini beradi. Uchinchisi eng muhimi, kurs bu shunchaki xarita. Xaritani olganingizda siz kerakli joyga borib qolmaysiz. U yoqqa borish uchun siz albatta yurishingiz kerak bo'ladi. Dasturchi bo'lgan odamlar bilan gaplashing. Hech kim sizga kurs meni dasturchi qildi demaydi. Hammasi sizga men loyiha qildim, xato qildim, tuzatdim va orqasidan yana loyiha qildim, yana xato qildim, yana tuzatdim, yana xato qildim, yana tuzatdim. Shunaqa qilib, ular praktikadan, haqiqiy loyihalardan o'rganib dasturchi bo'ldim deyshadi. To'g'ri, ular kursni bitirgan bo'lishi mumkin, lekin ular kursni faqat xarita maqsadida foydalanib, o'zliksi loyiha qilib, haqiqiy dasturchiga aylanishgan. Men ham xuddi shunaqa qilib o'rganganman. Kursdan emas, shunchaki loyihalardan o'rganganman. 20% kuzatuv, 80% ish, ya'ni o'zingiz loyihalar qilasiz. Sizni dasturchi qiladigan inson faqatgina bitta. U ham bo'lsa, ekran to'g'risida o'tirgan o'zingiz bo'lasiz. Demak, kurs sotib olishdan oldin siz bitta o'zingizga savol bering. Men o'rganishga pul to'layapmanmi yoki mas'uliyat sotib olmanmi? Ko'pincha insonlar kurs sotib olishdan asosiy maqsadi men o'rganyapman-ku, men harakat qilyapman-ku degan hisni sotib olish, ya'ni o'sha narsani his qilish uchun kurs sotib olishadi. Kursda sizni dasturchi qilmaydi. Dasturchi qiladigan sizni yagona inson bu o'zingiz bo'lasiz. Bu mavzu haqida Telegram kanalimda ham gaplashamiz. Post yozdim bu mavzu haqida. Agar kimga kunlik vloglar yoki yangiliklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, community kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga qo'shilib olinglar. Link descriptionda. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.